skuter olgan yaxshimi yoki nolondan mana bunday aravani olganingiz yaxshimi? Keling, buni birgalikda ko'rib chiqamiz. To'g'ri, bu aravamiz skuterdaqa uzoq masofaga bora olmaydi, chunki bu motorli emas, lekin ferma ishlarida, teplitsa ishlarida va tegirmon ishlarida anchagina foyda beradi. Ya'ni bitta skuterning puliga bemalol shu aravadan 5 ta 6 tarif qilsangiz bo'ladi. Narxi 2,5 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi kelishgan holatda yetkazib beriladi. Aravamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, aravamiz uzunligi 1.80, eniga 1 metr bo'ladi. 4 ta yaxshi balon bilan jihozlangan, bortlari yechiladi. Bemalol bortni olib qo'yib ham boshqa maqsadda ishlatsa bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, mana ikkita balonni u yoqdan bu yoqqa bo'lish juda ham oson mana. Bemalol narsalarni yuklab olib, u yoqdan bu yoqqa borsa bo'ladi. Juda ham qulay va hamyonbop. Ko'rdinglar mana, kimgadir shunaqangi aravalar, surgilar, drabikalar va boshqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol pastda O'zbekiston va Qirg'iziston raqamlarimiz qoldirib ketamiz. Bemalol orqaga chiqib zakaz berishingiz mumkin. Chiroyli holatda uylargacha borib ishlatib beriladi.